Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bugungi darsimizda farzandlarimizga nima qo'yib ketamiz? Pul mol, uy imorat qo'yib ketganimiz yaxshimi yoki taqvolikni qo'yib ketganimiz yaxshimi? Bu yerda bir qissa bor. Abbasiylar xalifasi Mansur taxtga o'tirgan kuni uning yoniga Abdurrahman ibn Qosim degan olimni chaqirdi. Menga vaz nasihat qilsizlar deydi. Bu chog'dagi xalifalar, podshohlar pat-pat shu olimlarni chaqirib, menga vaz nasihat qilsizlar deb vaz nasihatni anglayotgan va ba'zi masalalarni maslahat so'raydi ekan. Shu chog'da Abdurrahman ibn Qosim Mansurga deydi: "Mu'minlarning amiri, o'zlariga men ko'ginim bilan vaz nasihat qilaymi yoki anglag'inim bilanmi?" degankin, balki anglaganlar bilan vaz nasihat qilsizlar deydi. Shuni bilan u deydi: Umar ibn Abdulazizning 11 bolasi bor-da. U 18 dinar dunyo qo'yib ketgan. Vafot bo'lgan vaqtida 18 dinarning 5 dinarga kipallik ishlarini qilgan, 4 dinarga qabr setib olgan, 9 dinarni shu 11 bolasiga meros qilib qo'yib ketgan. Ya'ni shu Amaviylar xalifasi Hisham ibn Abdul Malikning 11 bolasi bo'lgan. Hisham vafot bo'lgan vaqtida 11 bolasining har biriga 2 milliondan dinar qolgan. Men keyin bir kunlarda Umar ibn Abdulazizning ballarini Allah yo'ldagi jihodlarga yuzlarcha otlarni atab sovg'a qilgan vaqtini ko'rdim. Ya'ni shu kunlarda bozorlarda Hisham ibn Abdulmalikning ballarining tilamchilik qilayotganligini ko'rdim deydi. Umar ibn Abdulaziz sakaratga tushgan vaqtida ballari hammasi oldiga kelib tizilib turdi. Ballarning kichik, o'zini 40 yoshga kirmay vafot bo'lgan kishi hamdi. Shundan keyin kishilar: "Ya Amirul Mu'minin, bu ballarga nima qo'yib ketdilar?" degandan keyin, "Ularga men taqvolikni qo'yib ketdim. Agar u solihlardan bo'lsa, Allah Taala ularning ishlariga ega bo'ldi. Inna valiyallohu allazi nazzala kitaba va huwa yatawallas solihin." Mening egam kitobni tushirgan Allohdir, u solihlarga ega bo'ldi degan oyatni o'qiydi. Agar ular solihlardan bo'lmasa, men ularning gunoh ma'siyatga yordamlashishga pul qo'yib ketganim yaxshi bo'lmaydi deydi. Endi dunyoda nurg'un kishilar jabr tortadi. Mushu ballarning kelichigini yaxshi bo'larmiki deb pul yig'idi, harom halolga qaramay yig'idi hatto. Shuni bilan jiq pul qoldirib ketsam, jiq imorat uylarni qoldirib ketsam, keyin ballarim jabr tortmay yashamiki deb o'ylaydi. Ammo haqiqiy xotirjamlikdan, haqiqiy boylikdan g'aflatda qoldi. Haqiqiy xotirjamlik, haqiqiy boylik taqvolik. Bu oxirgacha foyda qiladigan, oxirgacha kapolatga ega qiladigan ish endi. Vel yaxshallazina law taraku min xalfihim zurriyatan du'afan khafu alayhim falyattaqulloha ve yaqulu qawlan sadida. Orqasida chorasiz narisidlarni qo'yib ketgan taqdirda ular uchun andish qildiganlar boshqalarning qilib qolgan ballari uchunmi andish qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri gap qilsin deydi Alloh taolo. Endi Allama İbn Cerir Tabari mufassirlarning peshvosi va tarixchi ham bir qissani bayon qildi. Bir yillarida o'sha Ramazon kunlarining boshlarida Makkaning Masbili degan yerida bir odam o'tiradi dedi. Abu G'iyos deb. 86 yoshlik o'zi. 4 qizi va 2 singlisi, bir ayoli ve bir qaynonasi. O'zi bilab 9 nüfus.
9 can bir uyda yaşaydı deydi. Bu adam intayin kambag'al adamdi. Ya ticareti yok ya başka ishi yok hamdi. Şu Ramazan kirishdan bir qancha kun burun och qoladi bu adam. Bu yerdan xoma o binasi tapalisa yeydi bo'lmas faqat shu suv ichish bilan, zamzam ichish, suv ichish bilan o'tidi. Ramazan kirdi. Ramazan kirgandimi shu zo'liq yigili yeshimi topolmaydi. Bir kun ayda och o'tkazdi. Suv bilan iftar qildi. Et ya'ni suv bilan zo'liq yeydi. Shuning bilan bu odamning badani intayin ojizlashib ketdi. O kadar kambag'alki deydi. Ularda unda bir tane jilbab, yani uzun ko'ylakning birisi bor ekan, saq modayliq, teshik emas, yitliq emasdan birisi saq ekan. Shuningda u odam kiyib turib namoz o'qiyotgan. Uni selvetlab, koni kiyimni kiyib olgandan keyin, o kiyimni ayoli kiyib o'qiyotgan. U ayoli o'qib bo'lgandan keyin o qizlari navbatdan ayda shu saq kiyimni kiyib namoz o'qiyotgan. O kadar kambag'alamda. Shu kuni Ramazanning 2-chi kuni endi shu namoz bomdodga chiqay deb haramda azon chiqqandan keyin namoz bomdodga chiqay deb mengib beshi qiyib laylab o'tirib qolgan. Qattiq shu uruqlab ketgan va bak ochliqdan. O'tirib qolgandan keyin ashad o'tirgan yerda namozni o'qiyotgan bomdodni. Bomdodni o'qib kun chiqquncha tasbih aytib o'tirib qildikan. Shuni bilan ayoli Abu G'iyos, endi siz bir sabab qilib beqing. Endi talog'i chiqib, bir do'kondalarning qishqa yo bir yerga berib beqing, bekim ish qilsasizmi, ish qilsalar sizni. Shuning bilan binoning pulini bersa, biz shuni bilan iftor qilamiz kechda. Bir sabab qilib boqayli, chiqib beqing degan, ma'qul chiqib boqay deb asta menib butun do'kondalarni, iyani, biyani shuna aylansam 86 yosh kelgan odamni hech kim ish qilmaydi endi. Endi 86 yosh kelgan odam nima ish qilib turdi endi. Shuning bilan hech kim bu ish qilsamayotgan, bir qancha so'rab boqayotgan, bizning hojatimiz yo'q deyotgan. Shuni bilan berib ashada bir daraxtning tubida o'tirgan. Qattiq besh qatib men qanday qilaman endi? Mengu meylemdi. Mushu qizlarim, uşaq balllarım, mushu ochliqni ulab kelsa qanday qilaman? Ey Alloh, sen hammaga egisan, bizga egi chiqqin deb shunda o'tirgan. O'tirib, kichkin ko'zi uyquga ketgan, undan keyin yana qo'siqni nayt ochgandan keyin yaxshi uxlay olmay. Yendiki to'pini tatlab bunda o'tirsa, to'pini shunda bir qo'lida bir to'pini tatilsa, bir yilon chiqdi ekanda, qo'qab qo'lda tatib oldi ekan. Shundan keyin yana u yilon jim to'g'andan keyin o'lagmi, tirikmi qanday deb yana bir tutib boqay deb menga asta tatib boqsa, uzun bir yilon chiqdi ekan. Qarasa, u yilon emas, shu yilonning terisida qilgan hamyon ekan. Ichini shunda olsa 1000 tilla chiqdi ekan. Bu 1000 tillani ko'rib bu odamning ko'zi poqrab ketganda, mana Allohning bagini mushumini, mendan peqir odam yo'q Makkada. Allah bədimine, endi muşunu apırıp bir 2 dinarını tigişip ballarımı iftarlıqda yaqlay deb o'ylab, bu nefsi şunu devatıdı. Onunki aqli ve taqvaliq araga kirdi. To'xta. Bunu sana bekim bämese, sen ishlab topmagan to'sang, tepib olgan narsani 1 yilgacha e'lon qilganga 1 yildan keyin igis chiqmasa ansinin oldu. Bu hazır sana halal bo'lmaydi. Sen 86 yoshgacha haram yemay, endi hozir mushu haramni yeysan kishni haqqini. Sen hozir 1 minutdan keyin o'lamsa, 1 soatdan keyin o'lamsa, hech qanday garantiyasi yo'q. Qanday qilsa deb aqli ariga kirdi. Shuni o'tirib, qanday qilsam bo'lamiz buni? Deb endi buni uyga olib ko'mab qo'yib, at deganda haram masjidi haramga berib, aşağıda bunda binası yetip ketken adamda ilan qilgan işleri oldu. İlan qilsa, men aşı igiski deb, moşinadan bitki birin bana, özünüz halal, ko'nglinizda halal qilib bitki birin, men turmuşimni qamday, sizden pulunuzu qaytırıp beray deb shu aqlga keldi. Shuni uyga qaytib apırdı. Uyga kirib, ayolim o ko'rsatmay asta bir ko'mab qo'y deb ko'mib olsa, ayol ko'rab qoldi. Bu nima ish qilyapsiz dedi. Hamisha binasi qo'yatim degandikin. Ayol ketgan chang turib olib, ko'ritgan, ko'rgandikin, nima ishga ko'masa buni degandikin, bu bizning emas, egisiga topshirib berman degandikin. Nan topdingiz tepib oldim degandik. Alloh bizga berib turg'mina. Bizdan kambag'al odam yo'q. Qizlaring ojizlikdan ulab qolib qopdi.
Bizning mağdurimiz ketdi. Endi normalda mecbur bo'lib qolganda harom narsani yeysimi bo'ladi. Endi bizga halolga bu. Bir dinarni olsun apırıp yemek içmek elip gelip ballarımız burada qilsak bo'lmamdi degan. Yo'q, bu bizning emas. Men 86 yoshgacha harom yeb boqmadim. Endi bu harom loqmani yeb, ashan tövbe qilib boquvchi ulab qolsam, men Allohning oldiga nima deb borman? Yo'q deb turoldi. Ayoli sen nimandaq adamsan? Ballaringni qaslayotsa qarab turib, o'limga targetyapsan sen. Allah'ın bəgini muşu tutsa, Allah sana şunu biribdi bunu, ballarga bəsin deb, sizin unda qılırsan degandikin. Sen eğer buna ben de tartışıb versen, ben seni talaq qılıvatıma öydün çıkıtıma. Degandikin, tamam deb ayol gap qilmayotgan, şunu ola onu kömep qo'yab. Ertesi Mescid-i Haramga borsa, Xurasanlik bir adam e'lon qilib turibdi. Ey jamoat, mening bir hamyonim yetib ketgan. Ashuni tepaga uchirganlar bo'lsa, bergan bo'lsanglar deb e'lon qilavergan. Shuni bilan bu odam asta ashuni qishig'i berib, ya qarindishim, agar uni tepib olgan odam Allohdan qo'rqadigan bir taqvodor bir odam bo'lib qolgan bo'lsa, sizga uni qaytarib bersa, ashuningki 10% yani biremse degan, yo'q bermayman. Allah razı olsun onundan qaytarib bersin, bermayman degan. Shuni bilan asta yana ketdi ekan. Ertesi yana boradi ekan. Ba'zi yana shuna e'lon qilib turibdi. Mening bir hamyonim yetib ketgan, tepib olganlar, menga shuni topshirib bersanglar, Alloh sizlarga ajr bersin degan. Degan yana berib, agar bu Allohdan qo'rqadigan bir odamning qo'liga tushib qolgan bo'lsa, siz uni bir tamam 10 ni bermasangiz bir azaq olsun bir 2 tal bo'lsa-ma bersiniz bulamdı deganki, yo'q bermayman, qat'iy bermayman. Alloh mukofot bersin unga. Deb turdi ekan. Shuni bilan odamda o'ylab shada. Endi bu bermaydi ekan. Bu adamning haqqini o'ziga bir vatayamda boshqa chora yo'q endi deb, keling bizning uyga, men sizning nimangizni tepib olgan deb aytgan. Qilganki shu chaqda Muhammad Jarir Tabari Makkada turayotgan vaqt ekan, ashu voqealikni boshdan oxir kuzatib turgan ekan. Jarir Tabarimi billa kelgan hali bilan. Billa menga degan, keling sizmi keling deyotgan. Ma'qul deb uyga kelgandan keyin oltinlarni chiqirtgan. Chiqargan ekan u odam Xurasanlikqa birdan bir sanab 1000 oltinni saq elib, yana ashu hamyonning ichiga silib, bo'g'ab, gap qilmay elib ketgan. Uyning ichida Abu G'iyosninki ayoli, qizlari, qaynonasi ishni yuchiqdan ko'rib, ha oltin degan mushunda paqirayotgan mushunda narsa ekan. Ashuni albatta bu odam hozir sanayotdi. Bir 2 tal bizga tashlab berib ketdi-ku herhalde. Shuni biz ifta qilgan bo'ldik deb o'tsa, bir talni qo'yib qo'ymay ketgan. U odam ketib bo'lgandan keyin u qaynonasi ash xapliqdan aylanib ketdi ekan, yiqib tushib. U ayolimi deb bir aram bilib yig'lab ketgan. Mushunda yurak qattiq odamlar bo'ldi ekan u. Biz mushunda ahvolda tursak, pulini teppasak buning bir dinarim bermay ketdi deb qilg'ildigandan keyin Abu G'iyos, siz nima deyapsizlar? Pul o'zining bermasa bermaydi, u o'zining ishi. Ammo biz omonatni topshirdik. Bizning ishimiz Allohga, Alloh bizga ega bo'ldi deb qoldi ekan. Shuningdan keyin shu bir kun o'tgandan keyin u Xurasanlik yana qaytib ketgan o'sha odamning uyiga. Kelitgan. İbn Jarir Tabarimi birga kelitgan. Endi tarix bunda qissalarga qiziqqandan keyin shu qissalarni yozay deb aylanib qilgan o'xshaydi, birga kelitganda kelib vaqa mundoqlikda meningki Xurosonni bir dadam botdi. Dadam 3000 tilla bizga qo'ygan. 3000 tillarniki 1000 tillasini men vafot bo'lib ketgandan keyin ballalarim meros qolsin. 1000 tillarni sen haramga berib, haj qilib, menga duo qilgin dedi. Shu 1000 tillarni yana berib, Makkaning eng kambag'al odamga bersa, ammo men vafot bo'lib ketgandan keyin bersa. Men vafot bo'lib ketgandan keyin sen bersa deb vasiyat qilganda, shu men sizlarga 1 tillarni, 10 tillarni berolmaganim shu. Dadamning omonati bu. Endi xabar keldi Xurosondan, dadam vafot bo'lib ketibdi. Endi qarasam Makkada isildimmi kambag'al bekim yo'q ekan. Shunga shu 1000 tillar sizlarni deb
Bədi deydi. Bəgəndiki şu Əbu Qiyas ayağılığı deytken, ködanlı mine, biz aşı bir tillani haram, bir tillani yemey, saqlığanlığımız şu amanatni Allah Taala bizge aşı mingni berip etdi. Yani ve men yettaqillahi yec'allahu mahrajan degan mushmina. Kimki Allohdan qo'rqsa, uningga chiqish yo'li berdi va yarzuqu min haysu la yahtasib. Va o'ylamag'an rizq berdi degan mushmina deb ballarga tarbiya bergan. Shuningdan keyin buni hamda ash uydagilarniki hammasiga 100 tillardan arish etgan. Ash odamning ko'zida. Tabariga silami chikatmasa islom oltuslar. Peygamberimizge qanda bir hediye gelse, hediyeni aş oltuqallar bilan billa istimal qılatdi. Şoňa islimi şu meclisde boğanlyk üçün sizlarning bir kişilik haqlary bar dep, bular 9 nüfus Cerir bilan 10. 10 aylan aşu 100 dinardan arish etgan. Şundan degan Muhammed ibn Cerir Taberi çıkıp gidediken, Muhammed ibn Cerir Taberi kin anıltıdiken, şundan keyin men şu 100 dinar mening nurg'un ishlarimga asqatdi, diniy xizmatlarimga, kitob yozish, mamlakatdan mamlakatga safar qilish degandek nurg'un ishlarimga shunda bak asqatdi, bak manfaatlandim. 16 yildan keyin Makkaga yana keldim men deydi. Makkaga yana keldim. Shu joyga ketibdigan pulni olib. Makka kelsam, o Abu Qiyas degan adam ben ketib shu 2 oydan keyin vafot bo'libdi ekan. Uningki aşı qizlari aşı Makkaniki nayati cho'ng, olim, ulamo, boy, ashunda kishilarga turmushga chiqibdi hammasi deydi. Hammasining turmushi shunda yaxshi deydi. Meni necha kunlab ashular mehmon qildi. Dadasining qissalarini so'zlab berdim, ularning esida bor ekan. Ashunda qilib qarasam ular o adam ballarga mal dunyo emas, taqvolikni qaytarib ketganlik uchun, taqvolikni qolib qo'yib ketganlik uchun qizlarga ashular Allah Taola'nın himoyasi ostida o'zining dinini, axloqini, taqvolikni saqlash jarayonida shunda yaxshi turmushga erishibdi. Ajoyib boy turmushda yashapti deb shunda deb yozadi ekan. Buni Ali Tantavi degan olim qissalashtirib bo'yda kengaytib yozgan. Asli İmam Tabari yozib qo'ygan qissa. Tariq-i Suvaydan ovozli qilib o'qigan. Muhammad Ratib Nablisi mu ovozli qilib o'qigan. Biz hozir buni uyg'urchasini men deb beryapman. Uningda boshqa hamda balalarga pul, uy imorat qilib qo'ygandan taqvolik bilan ilmning naytibik manfaatlik ekanligini dedik. Yana bir qissa bor. Bu Saudiya Arabistonininki Ciddi shahrida hozir Mahmal deymiz-ku, Ciddininki markazdagi Mahmal. Shu yerda burun bir imorat bor ekan. 1974-yili. Bir arab odamninki imorat ekan u. Uningda şu imoratda bir oddiy bir do'kon bor ekan hamda. Ancha bak eqib ketmagan bir do'kon bor ekan. Bu italiyaliklar kelib İtaliyalik kiyim loyihalaydigan shirkat kelib bunda cidden iyabiga qarab bu abdan restidagi yaxshi ekan bu. Ya mishani ijaraga alayli, ya mushuni setib bersa mushuni alayli deb egisini tepib o boboyga mushu yeringiz bizga ijaraga beramsiz degan, yo'q bermayman degan. Setib beramsiz, yo'q degan. Yo'q sizga necha hassa ortiq pul desangiz berayli, musha bizga kerak degan. Yo'q bermayman. Mening bir shartim bor degan. Nima sharting desam, mening mushu balamni Ravrus mushu loyiha ishida o'qitib, yetishtirib bersanglar, mushuni men bakalıq beryapman degan. Degandan ay balni o'qitish degan bu o'ng'ay gap, uningga bir $100,000 mi ketmaydi, ama sizning ma yeringizning o'rni degan ajoyib jiq pulliq gap degan. Men bilmayman, bilmayman. Lekin bu balamni Ravrus ayda yetishtirib, ayda qilib beralisanglar, shuni men sizlarga beraman degandan ma'qul deb aytgan. Balasini shuni bilan Italiyaga yo'lga solgan.
İtaliyaga yo'l solib, shu kiyim lohiyalashda o'qiydi ekan u bir qancha yil. Bir qancha yil o'qib, uzunga qolmay keyin uniki, shu bolaninki bir o'ziga bir marka chiqarib, dunyoda mashhur bir markaga aylanayotgan uning kiyim lohiyalash nimasi. U markaning ismini demaydi ekan hamda ular chiqib shu nurg'un davlatlarda bor, ammo uningki keyin u bolasi shu pul tepib aşı ketken binanın o'rniga mushu jiddidan 7-8 cho'ng binoni setib olgan deydi. Yani demak hamda odamga shu chaqda yendikili deytgan. Ay biz siz bir balni o'qitaman deb mushuncha mal dunyoni birbatamsiz mushu bal dunyoni qolib qo'ysangiz mushu bola shuni bilan yaxshi ketmamdi keyingi turmushi degan ekan. Bu mal dunyo degan tugab ketdi-da. Ma kasb ilim degan oxirgacha manfaat qildi. Shunga bu mal dunyoga garantiya qilg'il va ishonch qilib olmaydi. Ammo ilimga, kasbga ishonch qilg'il bo'ldi. Shunga kasb o'rganib olsin dedim. Yana biri boshqalar bizni arablarni tayyorga hayyar deydi. Bizni tayyorga hayyar emasligini, bizni o'zimiz bunday binasini qilib, ishlab markalarni yarata oladiganligimizni boshqalar ko'rsin deb shunday qildim deydi ekanda. Allah Taala hammamizningki farzandlarga taqvolikdan, ilm ma'rifatdan iborat ulug' boyliqni nasib qilsin. Amin.